Yerim semirib ketgansan, ko'nglim sendan qolgan deb nagla aytadi. Ajrashib qutulsammikin bunaqa zolim erdan? Ajrashing. Ajrashganingizdan keyin 4 ta shashlik bilan 2 ta nonni ham yeb oling. Bilaman, siz ovqatdan semirmagansiz. Siz eringizni bemehrligidan, hayot tashvishlaridan, baxtsizligingizdan semirib ketgansiz. Lekin ana 3 ta bolangizdan qolgan yarim kosadan 1,5 kosa ovqatni ham ovora bo'lmasin deb yeb qo'yasiz. Ayollar ozg'in bo'lib, chiroyli bo'lib erga tegib olasizlarda, keyin tekkandan keyin bitta tug'asizlar ham, ikkita tug'asizlar ham partillab, shalvirab qolasizlarda. Bo'qiydimi bu erim? Ajrashib qaqa boradi, endi bo'ldi, meniki bo'ldi deb o'ziga ham e'tibor bermay, basharat pop, qorin pop, o'zi semirib ketgan. Pul bermasa nima qilay? Olmasam nima qilay? Stressdan semirganman men, deysizlar. Lekin bunaqa narsalar bor, arzon turadi, qimmat emas. Olib ichib yursanglar, ichinglar ham go'zal, tananglar ham go'zal, o'zinglar ham baxtli, chiroyli bo'lganinglardan keyin eringlarni ham bemehrligi esinglardan chiqib ketadi. Sal o'zinglarga e'tibor bering.